20 asrdan buyon insonlar fan-texnik saviyasining uzluksiz yuqori ko'tarilishiga ergishib, biz olamdagi nurg'un shaylarning sirliq pardasini ocha oldik. Bugun biz birlikda 9 planet ichidan chiqarib etilgan Plutон bilan tanishib boqaylik. Quyosh sistemasida aslida 9 chong planet bor edi. Ishonamanki, bu allaqachon kishilarning miyasiga o'rnab ketgan oddiy savol. Lekin yaqin xabarlarga asoslanganda, Plutonning ismi 9 planet ichidan o'chirib etilgan bo'lib, Quyosh sistemasida faqat 8 planetli qolgan. Undaqda bu zodi qandaq ish? 20-asrning dastlabida bir nafar amerikalik olim Percival Lowell o'zi qurgan Lowell astronomiya kuzatish supsidan foydalanib 9-chong planet X planetni izlashga boshlagan. Lekin Lowell 1916-yil olamdan o'tganga qadar hech qanday natijaga erisha olmagan. 1930-yil Andela 24 yoshga kirgan William Thomson Lowell kuzatish supsidan foydalanib X planetni bayqadi. Hamda shu yili 5-oyning 1-kuni uningga rasmiy turda Plutón deb nom berib, uni 9-chong planet qatoriga tizdi. Lekin Plutonning orlig'i intan yiroq bo'lganlikdan, yana kelib o'z vaqtidagi fan-texnik saviyasining cheklanish sababidir. Ilm-fan dunyosi birdek holda Plutonning hajmi Neptun bilan o'xshib ketadi deb qaradi. İnsanlar fan-texnik saviyasining ilgarilishiga ergishib, kishilar amaliyot undaq emasligini bayqadi. İnsanlarning bilishida Plutonning hajmi qayta-qayta kichiklab bordi. Toki 21-asrga kelganda kishilar ondan uning hajmi va massasini muhimlashtira oldi. Uning massasi Oyshar massasining faqat 6dan biriga, hajmi Oyshar hajmining 3dan biriga teng. Shu sababdan astronomlar 2016-yili bu planetga qaytadan aniqlik bermay bo'lmadi. Bu oqibatda Plutonning 9-chong planet ichidan chiqarib ketilishiga sabab bo'ldi. Shu yil 1-oyda yangi ufq nomerli kuzatish uskunasi Pluton hamda u joylashgan Kuiper belbog'ini tekshirish burchini zimmasiga olib, Amerika Florida shtat atrofida qo'yib berilib bo'shliq ko'tarildi. 10 yillik bo'ron chopqinni boshdan kechirgandan keyin yangi ufq nomerli oxiri Plutonga yetib bordi. Hamda uning sirtqi yuzini qimmatli bo'lgan bir guruh suratga tortdi. Surat oshkorlanishi bilan g'oyat zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Hubble teleskopi kuzatib erishgan sonliq ma'lumotlar bilan biriktirgandan keyin olimlar Plutonning sirtqi yuzining asosligi metan va azot muzidan tashkil topganligini hukm qildi. Uning temperaturasi eng tuvan bo'lganda 0 dan tuvan 225 selsiya gradusga yetadi. Lekin eng qiziqarli bo'lgani, kishilar suratdan bir qo'llanilgan soyaning Plutonning sirtqi yuzida yo'qlayotganligini bayqadi. Bu uchur tarqalishi bilan jamiyatga har qaysi sohalar orqa-orqadan xabar berishga boshladi. Ba'zilar Plutondagi havo iqimi uzluksiz yo'tkilishib boradi. Shunga bu bir odatda azot muzi deb qaradi. Lekin yana ba'zilar balkim Plutonda aslida hayotlik mavjud bo'lishi mumkin. U faqat shu insonlar bilan bir o'lchamda emas deb qaradi. Bu masalaga munosabatli tushuntirishlarda kishilarning ko'z qarashi har xil. Sizning his qilishingizcha rasmdagi bu narsa nima bo'lishi mumkin? Bo'ldi. Bu qitimliq sayohat oxirlashdi.